Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir siz bilan SQL da masala ishlashni boshlaymiz. Agar siz SQL dan biroz xabaringiz bo'lmasa, buni Base Database Telegram kanalidan o'rganishingiz mumkin. Men masala yechishni boshlayman. Masalalar SQLX saytida yechiladi. sqlx.ru Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak va vhodni bosamiz. Упражнение по SQL deganni bosib, обучающий etapga kiramiz. Va shu joydan birinchi masalani ishlaymiz. Найдите номер model. Keling shuni tarjima sizga osonroq bo'lishi uchun tarjima etib ham kelamiz. 500 dollardan past bo'lgan barcha shaxsiy kompyuterlar uchun model raqami, tezligi va qattiq disk hajmini toping. Chiqish turi model va tezlik, keyin easy chiqish kerak. Easy degani ya'ni hard disk. Oldin siz bilan data bazamizni bir ko'rib chiqsak, bazamizda produkt degan tabelsamizda maker model type, PC degan tabelsamizda kod shunday narsalar joylashgan. Hozir biz PC degan tabelsadan foydalanamiz. Hamma masalalar select kalit so'zi yordamida boshlanadi. Select model bizdan modelni, tezligini va razmer жесткого diska, ya'ni hard diskni so'rab turibdi. Speed hard disk HD deb yoziladi. Buni bazadan ko'rib olishingiz mumkin. From PC. Endi shart beramiz. Ya'ni 500 dollardan kichik bo'lgan kompyuterlarni chiqar degan shartni beramiz. Price kichik 500. Ishlatib ko'ramiz. Hozir chiqadi yo'q. Internet biroz pand beryapti. Mana to'g'ri.